Onda qo's uyingizning 3 oylik ijarasi 1300 koydan 3900 koy ekan. Men yenimi bugun 10.000 koydek pul sep chiqqan. Mana ikkiga bo'yiliblam. Balkim birsida 4.000 koy ya birsida 4.500 koy bo'lishi mumkin. Qaysi az, qaysi chiq bilmayman. Sizga 3 oylik ijorangizni oldin ko'nglim. Pulnim qilmaymi uka, mush balamni bir. Yo'q, sizning hozir ko'zingizning oldida qiyinchilik bor. Men buni ko'rib turib yordam qilmay chiqarsam men o'zimga yuz kelmayman. Avval siz 3 oylik qiyinchiligingizni hal qilib olgandan keyin xotirjam uxlaysiz. 3 oy bo'lsin xotirjam uxlayman deb. Balkim shu ijorangizni vaqt o'tkazgandan buyon hozir qandoq pul g'amlam deb kallangiz qatgan bo'lg'idi? To'g'ri. Ma pul balkim yetib oshidi. 5000 koydek pul ma bu. 3 oylik ijarani atlam to'lib o'tsiz. 3 oylik ijara tugitib keyin ma pul bilan siz xotirjam bo'lsangiz, anda 15-20 kungacha ma balangizni avatisiz biz tarbiyalab, jiboq loyiq bir odam qilsak, bundan keyin 3 oygacha topgan pulingizni keyingi oylarda ijorangizni yetkazolasiz. Men bir keldim, sizga bir yordam qildim. Balangiz yo'l ko'rsatma, bundan keyin balkim kelib oyda ijorangizni to'layolmasligingiz mumkin. Shunga mushuni az ko'may elaman. Ma qancha pul men sanab bakmadim. Siz ma pulning sonini bilamsiz. Ma siz qashlashni bilmisiz ma o'g'lingiz ma pulga ega bo'lib, birinchi bo'lib uyning ijarasini to'lab etinglar. Keyingi oylikdan boshlab ijarani to'langlar. Andama o'g'lingizni bizning kasbiy dars o'rgatadigan bolalar bor. Biz o'rgatib, haqsiz tarbiyalab qo'yaylik. Ma'qul. Bir 2 yilgacha kog qildigan odam bo'lsa, balkim kelgusi hayotida zo'r o'zgarish, burilishlar bo'lib qolsa, kelgusi meni izlab kelishing mumkin. Men qiyirgan bovoy bo'lib ketgan chaqda, men 60 yosh kirgan saran, 40 yosh kirgan saqara. Musojon aka deb, shunga bizmi qo'limizdan kelishicha, mushunchilik qildik. Hamda buningdan jiqilsak, yordamga muhtojlar jiq. Jiq bo'lib ketdi, ukam bo'lsa-mu mush pulni olmasam bo'ladi. Olmasangiz mang payda, lekin qarang, ma uyingizni ijarasi hozir, ma chisla o'rilsam 13 bo'ldi. 13 kun o'tib ketdi. Siz 13 kundan buyon uyimning ijarasi o'tib ketdi. Qanday qilam deb o'ltadingiz qachon meyadi. Ma pulni elib, vaqtida ijarani to'lab, eshib qolgan pulga bir qilin kiyib ma qish keldi. Qilin kiyim-kechak kiyib, uyga go'say, non, mevchini akrab bir qo'saqni obdan to'qlab, bir oqshom bo'lsin xotirjam uxlab, atini boshlab tijoratni texim ro'naq deb ketdi. Shunda qo'ysin aka, men sizlardan hech nim talab qilmayman, hech nim kutmayman, faqat shu davomli tirishib mansanglar bo'ladi. Ashta qilaylimi? Tirishamsa? Qila olamsa? Tirishib ma aql, texnika bil pul tepish, qishda ma ko'chaga chiqib soğuk to'nlashning oldini ola olasiz, tushundingmi? Maktabda o'qiganmagan nurg'a odam cho'ng ishlarni qilyapti. Shunga men ajab maktabda o'qiganmagandan mening umrim mush g'altak haydab o'tib ketami deb unda g'am qilma. Umrim uyda o'tib ketami dedim, ko'nglim yer qilib, yo'q bolam. Kunlarni bir kuni bir yo'l topsa. Maktabda o'qiganmidim deb ko'nglimni yerim qilma. Tirishsang bu kelgusingda ni maktabda o'qigan odamlardan yaxshi kun ko'rishing mumkin. Tushundingmi men? Unda qo'sa do'stlar, bizmi shu akimizdan xo'shlashib chiqamiz. Hozir ham bir yerga mangdoq. Unda qo'sa shu yurak so'zinglarni qoldirib qo'yinglar. To'xtamay madad so'zlarini yozib qo'yinglar. Amsa aka ashtaq bo'lsin. G'ayratingizga rahmat. Keyin ayrim kelib bir tomoq yeyishib ketimiz Chiqmanglar. Quruqlar bir. Hech qisi yo'q. Biz endi bu yerda sildan boshqa bir narsa talab qilib kelmaymiz ham. Sizlarga bir yordam qil deb kelgandan keyin bu quruq olmaydi. Ma'qul xo'sh, Ma'qul xo'sh.